Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, turmushda sukutgan bo'lsa bo'lmaydi. Quyosh so'zlayolmaydi, chunki u nur va sho'la. Tog'lar so'zlayolmaydi, chunki u saltanat. Osmon so'zlayolmaydi, chunki u yuksaklik. Süzük suvlar so'zlayolmaydi, chunki u jilvidorlik. Oltin so'zlayolmaydi, chunki u qimmat. Qarag'ay so'zlayolmaydi, chunki u yeshillik. Gullar so'zlayolmaydi, chunki u go'zallik. İnsanmı şunun o'xshash. Olijanoblar maqtanmasimi kishilarning izzat hurmatiga sazovor bo'ladi. Faylasuflar sukut qilish, peshib yetilish deydi. Mutafakkirlar sukut qilish esil fazilat deydi. Ma'arifshunoslar sukut qilish aql farosat deydi. San'atkorlar sukut qilish sehriy kuch deydi. Shundaq sukut qilish erishmak ta's bo'lgan jahondorchilik yo'lidir.